Milliarddan artıq dollarga mı yoki xalq puligi qarza bo'lib qopti. 100 milliarddan artıq. Hozir bularning kuni qiyinchilik petib qoldi. Şirketlerin qarz to'xtamiga xiloflik qilishini amaliylashtirish bo'lmadi. Nima uchun xiloflik qilsan degilim bo'lmadi. Nima ish xiloflik qilsan, nima ish qaytarmaysan bu qarzni olgan pulni bankdan degilim bo'lmadi. Qarz hisobi 100 milliarddan eşib ketgan şirketlarni anlasanız cho'chiysiz, lekin ilojingiz yo'q. Selishtirganda Amerikaning olmish şirketi 300 milyard dollar foyda va tapovatini elib, bu pulni Amerikaga yetkazdi. Demak, mana bir selishtirish chiqyapti. Jungo şirketler 100 milyard deb qarzga bo'g'ilib qolgan ahvol ostida Amerika Qo'shma Shtatlarining olmish şirketi 300 milyard dollar foyda elib, bu foydani Amerika Qo'shma Shtatlariga yetkazdi deydi maqola yozuvchi adam.